O'shanga umuman olmaganman. Ha, olmagansiz, xabaringiz ham yo'q-da. To'g'rimi? Sizchi? Birinchi marta ishlaymiz. Sizda ham bizni bankimiz to'g'risida umuman xabaringiz yo'q. Kirib olishda ingliz ishlaydi. Biladi, shu onlayn bor, keyin hozir uni ham biladi. Lekin to'la-to'kis bankimiz to'g'risida yoki banklarda qanaqa kreditlar to'g'risida xabarlarim ham yo'q. Deylik, biron bir g'oyalaring bor, to'g'rimi? Biznes planlaring bor, lekin o'shani amalga oshirish uchun sizlarda mablag' yetarli emas. To'g'rimi? Mablag' yetarli emas, o'shani nimadir qilmoqchisiz, lekin pullaring yo'q. Qaysi bankka nima deb murojaat qilishni ham bilmaysizlar. Hal bankda qanaqa kreditlar bor, nima qilsak bo'ladi, qanday qilsak bo'ladi deb. Lekin tushuncha ham yo'q sizlarda, to'g'rimi? Mana shuning uchun biz hamma tadbirkorlarni uchrashib, o'sha tadbirkorlikni boshlagandan boshlab bugungi kunga qadar u yakka tadbirkor firma korxona ochib ishlatsa nima bo'ladi-yu, jismoniy shaxs o'rtasidagi qanday tadbirkorlik qiladi degan savollarga javob berishni sizlar bilan har kuni biz mana shu kelgan yuzlarni uchrashuv o'tkazamiz. Bundan maqsad sizlarda tadbirkor qilish hamda o'zlaringni, oilalaringda o'zlaring yurgan qo'shimcha bir mashg'ulot bilan shug'ullanib, undan daromad olish. Faqatgina oylik yoki bir ishlayotgan joyingizga kelayotgan daromadga qarab qolmasdan, oilalaringda qo'shimcha oylik olish hamda xonadonlaringda kimdir bo'sh bo'ladigan bo'lsa, uni ish bilan band qilish. Tushunyapsizlarmi? Mana endi shu ma'noda bizning bankimizda bugungi kunda sizlarga tadbirkorlar qo'llab-quvvatlash uchun birinchi navbatda mahallamizdan hokim yordam tavsiyasi asosida beriladigan 33 million so'mgacha kreditlarimiz bor. 8 oygacha, 7 yilgacha bu yo'nalishga qarab sizlarga imtiyozli kredit beriladi. Endi sizlar biznesni boshlamoqchisizlar. Birinchi biznes uchun nima qilasiz? Bizda biznesga birinchi qadam degan yurtimiz bor. Ya'ni 17 million so'm 24 oyga beramiz. Naqd pulda kassani sanab beramiz. Sizlar oilaviy sharoitlaringda o'zlaring o'ylayotgan bitta bizneslaringni boshlashlaring uchun bu boshlanish sizlarga pul, sarmoya 17 million so'm o'sha pulni olasizlar, sizlar biznesga birinchi qadam bilan kirib kelasizlar. Ana undan keyin nima bo'ladi? Biznesga birinchi qadam oldilaring, biznesni boshladilaring, uni yopdilaring, yoki yarim yetib keldilaring, bankka murojaat qilyapsizlar. Nima qilasizlar? Kelasizlar, bankka, hurmatli bankim, men mana biznesning birinchi qadamini bostirdim, yarim yetib keldim, endi men kattaroq biznesni boshladim, yonidan yana uskuna qo'shdim yoki o'sha tovuq bo'ladigan bo'lsa, mana bunaqa qildim, jo'ja ochirdim, oldin tuxumni narsa, endi men tadbirkorlik katta desanang, endi sizlarga nima qilamiz? Moliyaviy ommabop degan 50 million so'mda naqd pulda kredit taklif qilamiz. Mana shu narsa sizlar qo'llanib turibdi. Bu sizlar uchun 50 million so'mgacha naqd pulda beriladi. 36 oygacha 6 oy imtiyoz davri bilan kassadan naqd pulda olasizlar. Ayol tadbirkorlarga, erkak tadbirkorlarga imtiyozli ravishlarda chiqarilgan. Tushunyapsizlar? Mana shu pulni olib, vaqtida yopib, foydalansalaring, undan keyin davlat ro'yxatidan yakka tadbirkor, korxona, firma xo'jaligi o'tadigan bo'lsalaring, sizlar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 312 sonli qarori asosida yangiliklarimiz mavjud. 100 million so'mgachasi hech qanaqangi absolyutni garovsiz beriladi. Hech kimni garov olib kafillik olib deydigan narsa yo'q. Pul ko'chirish yo'li bilan ta'minotchiga mahsulot va xizmatlarni yetkazib berish uchun o'tkazib beriladi. 100 million so'mgacha. Tushunyapsizlarmi? Agarda yo'q, men uni ta'minotchiga o'tkazmayman, olatirgan narsam naqd pulga olaman yoki hisob raqamiga tashlab bersalaring, hisob raqam orqali o'tkazib o'zim olaman deydigan bo'lsalaring, o'zimizni bank ishlab chiqqan moliyaviy ko'mak 100 degan kiritimiz mavjud. Moliyaviy ko'mak 100 kiritimiz 25% dan jismoniy shaxslarga o'z-o'zini band qilgan shaxslarga beriladi. 24% dan korxona davlat ro'yxatidan yakka tadbirkor yoki korxona o'tgan mijozlarga ajratiladi. Bunda sizlar foizni qarzdorlikni pasaytirish uchun uni ishchi o'rin yaratish hisobi foiz pasaytirishingiz bor. Bu qanday bo'ladi? Mana endi siz ochdingiz bitta korxona, mas'uliyat cheklangan jamiyat ochdingiz, unga ikkita qo'shningizni ishchi qilib oldingiz. Sizga biz bank nima qilasiz? Bizga olib kelsangiz, mana hurmatli bankim, men soliqdan ikkita ishchi o'rni kamaytirdim. Ikkita ishchi o'rni oldim. Menga nima xizmat erkinlik berasan desangiz, mana xo'jayin, bitta penoplast ishlab chiqaryapsiz, ikkita ishchi oldingiz. Qonun davlat ro'yxatiga o'tganingizdan keyin menga kelasiz, men ana shu 24%, sizga 23% qilib beraman. Yana ikkita ishchi o'rni olsangiz, men o'shani sizga 22% qilib beraman. Maqsad nima? Maqsad o'zlaring ochgan tadbirkorlikdan kimnidir, qo'shnilaring, aka-ukalaring, jiyanlaring bekor yuribdi. Shuni ish bilan ta'minlab unga shart beradigan bo'lsalaring,
bunda sizlarga davlat bank orqali erkin imtiyoz beradi. Bitta ish o'rni yaratdingizmi 0,3% kechib beradi foizni. Ikkita ish o'rni yaratsangiz 1% kechib beradi. Tushunyapsizlarmi? Qancha ish o'rni yaratsangiz bizning foizimiz shuncha pastga qarab tushaveradi.